Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Xabistarma mana taqirimiz Arafa kuni және Arafa mekeni joyinda aytiladigan sabaq taqirib. Boshqa taqiriblar siyoqti ma'nizli deb aytaman, ma'nizli. Uzoqgayin deb eshitmay qolmangizlar. Burun eshitmagan ma'lumotlar eshitsizlar deb kepillik beraman inshaalloh. So'ndaqdan oxirina дейін tinglab chiqingizlar. Odan keyin boshqalarga bo'lsangizlar. Bayqayim ko'p odamlar bo'lishmaydi. Nega bilmayman, tushmay yotirman. So'ndaqdan o'tinishim oxirina tinglab chiqingizlar, odan keyin bo'lishib taratingizlar. Arafa kuni men Arafa mekeni Arafa kuni Zulhijja oyining, ya'ni musulmonlarning oylar, yillar sanov bo'yicha 12-oyning ati Zulhijja bo'ladi. Zulhijjaning ma'nosi o'tganda aytdik, haj bo'lатын ay degan ma'noni bildiradi. O'si ayda g'ana ulkan qajilik bo'ladi. Kishi qajiliklar boshqa vaqtda bo'la beradi dedik. Zulhijja oyi 12-oy. O'si oyning 9-kuni Arafa kuni bo'lib sanaladi. 9-kuni Arafa. Odan keyin Arafa mekeni deganimiz o'tkeni Arafa deytin, nemisi Arafat da bo'ladi. Uning mekin joyi bor negizinde. Hozir mana videolardan ko'rsatam. Misol, mana videoni boslaylik. Mana qarangizlar. To'xtataylik. Mana o'rtada oq bo'lib turgan, o'rtasida bir to'be bor. Arabchasi tog' deb aytiladi, biroq bilamcha qarasa to'be siyoqti, tog' deb aytiladi. Arafat tog' deb aytiladi. Arafatning bari o'si tog' emas. Arafat negizinde Makka qalasidan 20 shahrimdan asa, 20-22 shamada shahrim Makka qalasining sirtida. Qattiq sirtida emas. Endi bilamcha hozir o'sha zamonga qarasak, qala ulkayganini qarasak, qalaga yaqin 20 shahrim. Mana do'ngilak bo'lib turgan yer, mana oq odamlar negizinde, qajilikqa borgan odamlar o'rtasida qarab turgan Arafat tog' deb aytiladi. Arafatning bari bu tog' emas. Bu tog' Arafatning ishindagi bir to'be. Qajilikqa borganda ko'pincha o'z tog'ning ustiga chiqib yotadi. Arafa kuni, masalan, buning ustiga chiqib qolgan sahobalarda chiqib aytmaydi. Ya'ni unday shig'u qajilik rasmlarining ishinde bu tog'ning ustiga shig'u degan narsa yo'q. Masalan, o'z tog'ning yeteginde turgan negizinde. Arafat yeri Makka qalasining 20 shahrim yerda dedik. Yer ko'lami 1000 hektar. Shama men 1000 hektardan sal asadi. 1000 hektarlik bir yerda bu negizinde. Mana hozir videoni ko'rib turamiz. Mana aynalib ko'rsatib qo'y. Shun bari Arafat. Tek qana tog' emas. Ya. Mana odamlar. Endi sen to'xtab qo'ying, menda bosmaydan ketadi. Mana o'sha turgan siyoqman. O'si Makka qalasidan 20 shahrim dedik. Odan keyin bu ko'lami 1000 hektar dedik. O'si yerda ya'ni o'sha yerda emas, mana sen ayta ketik, nega Arafa deb aytilgan bu yerga?
Arafa. Arafa sözdün ma'nası birinchini aytaylik. Arafa sözdün ma'nası tanıdı degan ma'noni bildiradi. Tanıdı emese bildi, tanıdı degan ma'noni bildiradi. Arafa o'sha o'rin, o'sha mekendin atına baylanıştı, hech qanday bir naqdi bir dinimizde dalil yo'q. O'sha uchun Arafa nemesi Arafat deb aytiladi degan naqdi bir angime yo'q. Bir necha sebep bor deydi g'alimlar. G'alimlar o'z o'y fikrin qo'ygan. O'sha Arafa degan atın qo'yilunda sebebin bir necha fikr bor. G'alimlarning o'zlarining nesi menim qo'yilgan o'y fikrlar menim. Yani o'y fikr bo'lganda bir narsadan olgan albatta. Yani ayatga, hadisga qarab shu yerdan ma'nasi o'sidan olingan deb g'alimlarning fikri bo'lgan. Yani Payg'ambar sallam aytmagan. Arafat degan o'sidan degan deb aytilmagan. Endi g'alimlarning fikrlari ne deydi? Nega Arafat deb qo'yilgan bu yerga? Nesi ko'p? Fikr ko'p. Bir necha fikr bor. Eng birinchi fikrni ayta salayin men. Eng birinchi fikr o'sha Arafat yerinde Allah subhanahu taala Adam alayhissalom jaratgandan keyin o'sha yerda Allah subhanahu taala Adam alayhissalomdan artin sürtken, sütüp belinin bukul adam balası tөгілген. Құмырсқа сияқты жайылған o'sha yerda. Jayilgan musulmoni, kafiri bari. Adam alayhissalom qiyomatda qancha trillion odam bo'ladi, құмырсқа сияқты jayilgan. Сөйтіп Allah subhanahu taala bunun işini bizler de var yedik. Сөйтіп сол belinin tөгілгендерге bizler de işindemiz akıl sana bergen, söylewge kabiliyet bergen. Сөйтіп Allah subhanahu taala Adam aleyhisselam'dan urpaqtarına, avletlerine былай деген. Alastu bi rabbikum, men senderдің Rabbilaring emasmін be? Allah Teala bu жерде өзін tanıttı. Men senderдің Rabbilaring emasmін be? Сөйтіп, yani бұл айтып жатқан сөз Araf сүресінде айтылған. Сөйтіп біздер не айтқанбыз Allah subhanahu taalaға? Бәлә дегенбіз, иә дегенбіз, мойындағанбыз. Sen біздің Rabbimizsin. Сол жерде Allah Teala өзін tanıtқан, biz tanıdық, Rabbimiz болғанын мойындадық. Allah subhanahu taala bizге şirk қоспаңдар деген біз бәрін мойындағанбыз. Сөйтіп сөз бергенбіз şirk қоспауға. Сөйтіп сол сөз берілген әңгімеге мисақ дейді арабтар. Мисақ. Одан кейін біз th harfi болмағаннан кейін біз не дейміз? Мисақ, әл-мисақ. Айтады ғой, қашандан бері мұсылмансың дегенде, әл-мисақтан бері мұсылманмын дейміз ғой. Әл-мисақ деген арабша сөз өзі. Мисақ. Мисақ деген, мисақ яғни, бұл сөз деген, сөз беру деген, келісім деген. Allah Teala'ға біз söz бергенбіз, келіскенбіз. Allah Teala men sendердің Rabbilaring emasmін бе дегенде, біз иә, Rabbimizsin, şirk қоспаңдар дегенде қоспаймыз дегенбіз. Сөйтіп сөз бергенбіз. Осы уақыттан бері мұсылманбыз, мисақтан бері мұсылманбыз деген сөз өшеден шыққан. Енді осы жерде, Арафатта, Allah subhanahu taala өзін tanıttı ғой бізге. Мен сендердің Rabbilaring emasmін бе? Біз айттық, иә дедік қой. Сол жерде өзін tanıttı. Biz tanıdık. Arafa sözü tanıdı деген ma'noni bildiradi. Bildi, tanıdı. O yerde biz Allah Teala'nın tanıdık bilgenimiz üçün осы жерге Arafa deb aytilgan. Sol kunde
Arafa kuni edi. Zulhijjaning 9-kuni edi. Odan keyin Arafa jeri edi. Sodan Arafa deb aytilgan deydi. G'olimlarning bir so'zlarinde, bir fikrinde Arafatning ati o'sidan kelgan deydi. Odan keyin masafa fikrlar bor bo'lgan. Hozir video ko'p uzoq bo'lib ketmasin, ne qo'zg'amay qo'ying. Ya'ni Arafaning ati shi'u o'sidan deydi. Biroq жаңа aytilgan angime barmi dalillar? Yana Qur'ondan, hadislardan bor. Hadisda Qur'ondan Araf surasi degan oyat hadislardan aytib sizlarga. Endi o'si Arafa kunun hay kuni aytdik, jeri mekani o'si jer dedik. Odan keyin atning ma'nosini aytdik, atning qo'yinu sebebini aytdik. Odan keyin bu Arafa kuni qasiyatli kun. Mana je ta'bir ko'rsatib bering. Mana yerda misol, mana Tumindan yerda. Mana Tumindan, mana tog'ni Arafat tog' degan. Sen aytib qo'yib, bu tog'ning üstüne Arafatga borgan tog'ning üstüne shi'u qajit emas. Qajliqning rasmlarining emas, üstüne shi'u. Peygamber chiqib qolgan deydi. Yetek o'sha yerlarda turgan deydi, yeteklarida ya'ni. Osday mana Arafat deb yozsangiz chiqadi. Manday masalan tog'ning üstünde manday belgi qo'ygan, o'z tog' yani adamlar adaspasin deb qo'ygan deb o'ylayman. Manday bir belgi bor tog'ning üstünde, qarang'iz mana. Mana belgi. O'sha adamda qajliqqa borganlar tog'ning üstüne chiqib, o'z belgiga borib sürtüp yatadi. Keragi yo'q, unday narsa yo'q. Tog'ning üstüne shi'u da yo'q. Bunun üstüne chiqib bana belgiga borib sürtünü sipau degan narsa yo'q uni. Bunday narsalardan bayqangizlar. Endi qaytaylik mana yerga. Endi Arafa kuni qanday kun? Qasiyatli Arafa kuni qasiyatli kun. Qasiyatlarini aytib ketdik endi. Qasiyatlari birinchi Arafa kun o'sha yil 12 oy. Yil 12 oyning ichida qancha kun bor? O'sha kunlarning ishindagi eng afzal kun o'sha Arafa kun. Kibir g'olimlar juma kun deb aytgan, biroq az g'olimlar, ko'p ulamolar yil 12 oyning ishindagi kunlarning ishida eng afzal kun o'sha Arafa kuni degan. Payg'ambar sallallohu kelgan hadis bor. Ibn Hibban rivoyat etgan. Afdalu ayyam yawm Arafa. Kunlarning afzali Arafa kuni degan. Odan keyin Arafa kuni Allah subhanahu taala dunyo osmoniga tushib so Arafaga kelgan odamlar men perishtalarga maqtanadigan. Manalar perishtalar aytadigan. Qaranglar, perishtalarim, qaranglar, mana qullarima. Qaranglar, ma'gan keldi bo'ladi degan. Bir hadisda o'sini kelgan. Ta bir hadisda boshqacha kelgan edi. Onu topamay turman. Hozirki keyin ko'ramiz. Ta bir yetumida chiqadi inshaalloh. Birinchi ne dedik? Eng afzal kun o'sha kun. Odan keyin ikkinchi o'sha kun Arafa kuni Payg'ambar sallam so'nggi qajlig'ida o'sha yerga Arafa kuni juma kuni edi. Arafa kunida oyat tushgan. Maida surasining 3-oyatida tushgan. Alloh taolo aytgan, dinlaringni to'liqtirib berdim degan. Dinimiz o'sha yerda to'liq bo'lgan. Odan keyin ta xasiyatlarining Arafa kuni Arafatdagi qajliqdagi kishilarga Arafa kuni ayt kun negizinde. Ayt kuni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelgan hadis bor. Abu Dawud rivoyat etgan. Payg'ambar sollallohu aytgan ekan, "Yawmu Arafa
Arafa күні ve yevmen nahar, odan keyin birinchi kuni men aytning qolgan kunlari bizler İslam elinin aytimiz degan 7 kun degan bir hadis var. Odan keyin Arafa kuni orazası ustalığı savabı ko'p, mo'l savobdi. Payg'ambar sallamdan kelgan hadisda Muslim rivoyat etgan, o'tgan yil men kelesi yilning kunalari kechiriladi degan. Kimning kunasi yo'q. Agar kuna bo'lmasa-da savob yoziladi u. Biroq hech kim aytolmaydi mening kunam yo'q deb aytolmaydi. Shunda 2 yilning kunalari kechiriladi degan hadis bor. O'sha kunning orazini ustavga shaxruga tirishimiz kerak. O'sha kunning orazini ustasa 2 yilning kunasi kechiriladi bo'lsa, siz eğer o kunning orazasini ustaluğuna sebepçi bo'lsangiz, 10 adamga o'ylangiz. 10 adam 2 yildan bo'lsa 20 yilning kunasi kechiriladi. Odan keyin tam bir narsa bor. O'sha kun odamlarga og'iz ochar bersangiz qanday kerak. Qancha odam og'zini ochsa, shuncha odamdan har odamdan 2 yil kunasi kechiriladi. 20 odamga og'iz ochar bersangiz 40 yildan kunalari kechiriladi. Uyingizga shaqiniz meshitda Ramazonda siyaqti iftar beringiz, jag'day barlar. Ustay olmayman degan odamlar jag'day bo'lsa, og'iz ochar bersin misol uchun. Odan keyin bir qasiyati bu kunning qasiyatining kunalardan kechirilib to'zoqdan azod qilatan kun deydi. Aysha onamizdan kelgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekan: "Ma min yawm akthar min an ya'tiqallohu fi 'abdan min an-nar min 'urf." Arafat kunindagi Alloh taolo to'zoqdan azod qilatan kun siyaqti kun yo'q deydi. Ya'ni eng ko'p Arafa kuni Alloh taolo to'zoqdan azod qilatan kun ekan. Va innahu la yadnu, Alloh taolo jahannamda deydi. Thumma yubahi, jo'g'arda men izlab yurgan hadisim o'sigan. Thumma yubahi bihimul malaika, suytib Arafatga kelgandir men, so'lardan kelgan odamlar men Alloh taolo ferishtalarga maqtanadi degan. Aytadi degan. Manalar ne uchun keldi deydigan, so'raydigan. Ne uchun keldi? Alloh taolo so'rabatir. Javobi belgili. Javobi, ya'ni Alloh taolo so'rab jatir. Bular dunyosin, bola chaqasin tastab menim o'sha yerga kelish uchun aqsha nega jumsab jur bo'lar? Javobi, ya'ni mening kechirim so'rash uchun, mening rizoligimni izlash uchun kelgan bo'lar deb jatir. Shundaqdan g'alimlar aytadi, bu so'zning ma'nosi men kunalarini kechirdim ularni degan ma'nosi deydi. Ya'ni o'sha kun Arafa kuni Alloh subhanahu taolo hajga kelganning kunalarini kechiradigan, to'zoqdan eng ko'p azod qilatan kun o'sha Arafa kuni ekan. Shunday Arafa kuni hajga bormaganlar endi o'raza ustaydi dedik. Odan keyin Arafa kuni ta namozidan boshlab farzdan keyin farzdan keyin salim bergandan keyin assalomu alaykum rahmatulloh, assalomu alaykum degandan keyin takbirat aytamiz. Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, lillahil hamd. Aytning 4-kunining ikinci namozidan keyinga deyin. Qisqacha aytganda Arafa kuni Arafa mekinni qatısda ma'lumotlar endi aytmagan yerler aytmagan meseleler de var şar. Endi esime kelgenin aytdim. Allah subhanahu taala istagan qulchiliklarimizni qabul etsin. Qatelesken bo'lsam Alloh taoladan kechirim so'rayman. Agar bir kemchilik bo'lib qolsa, mumkin kelishakda inshaalloh ta bir boshqa video tushirarman. Yaxshi, mana videoni to'xtatmay taratib yuringizlar, bo'lishib yuringizlar. Aman bo'laylik, sog' bo'lingizlar. Alloh taolo qulchiliklarimizni qabul etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.